Men Mansurov Sardor Shuhrat o'g'li 1992-yil Sibir viloyati Baxt shahrida tug'ilganman. O'zim Navoiyman. Mana Navoiyxonamni buzishyapti. Tayyor tadbirkorlik Navoiyxonamni buzishyapti. Mana xamirim bor, shuni yo'qolay deyishimga qaramay buzib tashlashyapti mana. Ya oyimga emas, syomka qilib qo'yapman-da. Tayyor Navoiyxonam buzilyapti. Nima qilish kerak? O'g'irlik pul topish kerakmi? MIF xodimlari kelib Navoiyxonamni buzishyapti. Voyaga yetmagan ikkita farzandim bor. Tirikchiligim shu Navoiyxonaning orqasidan. Onam onkologik kasal. Onam rak bo'lib qolgan tilidan. Mana hozir menga qarang, Hamid akaga telefon qilib bering. Navoiyxonani buzib ishlashga berishmayapti. Rossiyada edim, Rossiyadan qo'ymay chaqirishdi. Tayyor Navoiyxonang bor ekan, yurg'iz deb chaqirtirishgandi. Mana endi qo'ymay buzdirib tashishyapti. Mana voyaga yetmagan ikkita farzandim bor. Mana o'g'lim, mana qizim. Qaysi yo'l bilan boqay endi bularni? Ayolim. Qaysi yo'l bilan boqay?